Tasavvur qiling, 2002-yilda qo'lingizda naqd $1 milliard pul bor. Siz Ferrari avtosaloniga kirib, endigina taqdim etilgan Ferrari Enzo modelini ko'rsatasiz va shuni hozir sotib olaman deysiz. Menejer esa sizga jilmayib, xotirjamlik bilan "Kechirasiz, lekin siz bu mashinani sotib olish huquqiga ega emassiz" deb javob beradi. Qanday qilib? Axir pulingiz tiqilib yotibdi-ku. Obuna bo'ling, hozir buning sababini aytib beraman. Gap shundaki, 2002-yilda kompaniya asoschisi Enzo Ferrari sharafiga yaratilgan Formula 1 texnologiyalari bilan jihozlangan bu giperkarni shunchaki pulga sotib olishning iloji yo'q edi. Mashina jami 399 dona ishlab chiqarilgan va ularning barchasi mashina zavoddan chiqmasidanoq, hatto ommaga ko'rsatilmasdan oldin o'z egasini topib bo'lgandi. Ferrari rahbariyati qat'iy va shafqatsiz qoida o'rnatgan Enzo modeliga ega bo'lish uchun sizning bankdagi hisobingizdagi raqamlar emas, balki avtomobil rezyumeingiz muhim edi. Siz qandaydir boy emas, balki brendning sadoqatli fanati bo'lishingiz, aniqrog'i garajingizda kamida Ferrari F40 yoki F50 kabi avvalgi afsonaviy modellar saqlanayotgan bo'lishi shart edi. Lekin eng shok qiladigan jihat ham bu emas. F40 va F50 mashinalarga ega bo'lish ham sizga Enzo'ni sotib olish huquqini avtomatik bermagan. Siz avtosalonga borib o'zingiz ariza ham tashlay olmasdingiz. Buning o'rniga Ferrari'dagilarning o'zlari dunyodagi eng sodiq mijozlar ro'yxatini filtrlashdan o'tkazib, ularga maxsus taklifnoma jo'natgan. Agar pochtangizga Ferrari'dan o'sha sirli xat kelmagan bo'lsa, tamom. Dunyodagi eng boy odam bo'lsangiz ham siz Enzo'ni ruliga o'tira olmasdingiz.